Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahim O'tkirning o'z nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Tushga yaqin ozkam 200 yigitning jasadi ko'milgan bu do'nglikning bir chetida qandoqdir bir narsaning qimirlayotganligi bilindi. Birdamdan keyin avval ikki qo'l, ondan yuz ko'ziga to'pi aralashgan o'yib qolgan bir odamning beshi ko'rindi. U ko'zlarini yo'g'on ichib atrofga vahima bilan qarab olib, asta sug'urilib chiqishga harakat qildi. Bir hazodan keyin so'l putini so'rgan peti uduldagi qarg'ay tuvigacha o'malab kelib, shu yerda yetib qoldi. Bu kecha bo'lib o'tgan boyiqi qirg'inning birdan-bir tirik qolgan shohidi Ansori edi. Mushu qirg'in kunlarining birida Qo'mul shahrining Shamaqsut Vang ordisiga tutash turgan orda qovuq darvozasiga kesik boshlar selingan 5 qonliq qapas esib qo'yildi. Uning birinchisi uzun soqolliq Eli Palkan. Ikkinchisi qo'yiq burutliq qari bo'suq. Uchinchisi ko'zi soqolliq yodonqu chiroy Saypung to'xti. To'rtinchisi seriq soqolliq to'mirchi Hoshur usta. Beshinchisi qayrilma burutliq Niyozning beshi edi. Darvozaning ikki tarafida 3 dan 6 cherik qilishlarini yalang'achlab o'tgan kechganlarga hum yeb qarab turadi. Odamlar bu darvozadan o'tib bo'lg'uchilik rangi-ro'yi o'ngib, xuddi sovuqdan badani shurkinib ketayotgandek titrashib ketadi. Ba'zilar ko'z yoshlarini yoshirishga tirishadi. Xotinlar yuzidagi ro'mollarini tortish turib, ushoq bolalarini yetilgan peti qadamlarini tezlatadi. Shu arada shahar ichidan jakarchining qattiq ovozi bilan jang sadosi anglandi. Kötek harvi ustiga o'rnatilgan yog'och qapas ichiga bir ayol kishi o'ri turg'izib qo'yilgan edi. Uning beshi qapasdan chiqarib qo'yilgan bo'lib, chuvilib ketgan chochlari yuzining yermini to'sib turadi. Bo'ynidagi zanjirning bir uchi qapas chodillari orasidan o'tkazilib, harvining sho'tisiga bog'lab qo'yilgan edi. Qapasning ichida usti beshi to'pig'i milangan ikki qizchaq dug'dayib o'ltiradi. Bular to'mir xalpining bali chaqallari edi. Jul-jul bo'lib ketgan to'nining pashlarini potisiga qistirib olgan chirsoqol Horbekash qo'lidagi tayoq bilan qora o'kizning beqinini pat-pat nuqib qo'yadi. Harvining kaynida usti beshini chang bosgan ikki cherik qilishlarini yalang'ashtagan holda tinsiz kelyotadi. Harvining oldida qayrilma qalpoq kiyib, qisqa chopon ustidan belini qora po'ti bilan bog'lab olgan o'rta jarchisi har 100 qadamda degudak, qo'lidagi mischangni 2-3 qitim so'qib jar selib mang'atdi. Ay Hannas! Ay avam xos! Oğlunidim demangla! Keyin pishayman yemangla! Kimki gang hocamga musht ko'tirsa to'mirdek o'zi turmoq avlodi tirik ko'rga kirdi. O'limdan qattiqroq qora kunni ko'rdi. Kötek harva egri to'qay ko'chalardan o'tib darvoza sirtiga chiqdi. Horbekash buvay sheriklarining buyrug'i bilan harvini darvozaning o'dilidagi maydonga to'xtatib qo'yib, qora o'kizni o'tlatqili elib mangdi. Bozor, Oltinliq va shimol tarafdagi yezilardan kelib, shahar ichiga kiradigan yoki shahardan chiqib, shu taraflarga boradiganlarning hammasi ana shu maydondan o'tadi. Bu maydon o'rdining egiz ravig'idan qaragan kishiga-mu ochiq ko'rinib turadi. Maydondan o'tgan kechganlar birdan darvozaga isig'liq qonli qapaslarga, birdan Horvining ustidagi yog'och qapas ichida turgan zo'rxon oylar bilan qizchaqlarga qarab, ulug' kichik tinatdi. Tova deb yaqinlarini tutishadi. Bo'libmi, xotin qizlar o'zini tutolmay mishildab yig'laydi.
Cheriklar bo'lsa, hech kimni qafasning yeniga keltirmaydi. Yaqinlashganlarga qilichlarini shiltib, "O'lgan keldimi?" deb hayva qiladi. Rahmatli Temur xalqining 5-6 yoshda bosi o'tadigan bir o'g'limi bor edi. Uni o'ltirib etgan o'xshamamdi. Xudodan qo'rqmay, shundoqmi qilganmidi? O narisiydi-da, nima gunoh deyman. Qiziq kalla. Ular Xudodan qo'rqamdi. Xudodan qo'rqqan kishiza mushundaq ishlarni qilamdi deyman. Darvaqa rahimsiz ajalning talu quyullari kichkina bositnimi bir tal yo'pirmoqqa o'xshash uchirib ketishga tas-tamas qilyotdi. Chunki Temur xalqining qatl qilinganligi to'g'risidagi xabar Qumul diyorining hamma yerlarga uqtirilib bo'lgandan keyin Li Shufu bilan Shamaxstvang endi Temur xalqining tog'dagi hamrohlarini yo'qotishning ko'yiga tushdi va bu ishni 2 qadamga bo'lib, birinchi qadamda qora bo'siq bilan Saypong to'xtining qo'li orqali Temurning sodiq hamrohlarini yo'qotish. Ikkinchi qadamda qora bo'siqlarning o'zini ujuqtirish qaroriga kelishdi. Shu plan bo'yicha Li Shufu qora bo'siq bilan Saypong to'xtiga maxfiy xat yozdi. Bu kunlarda Yang Zhangzhongning buyrug'iga binoan Bayvenchao Urumchiga yetkilib, uning o'rniga Li Shufu Qumulning omborligiga tayinlangan edi. Li Shufuning xatida mundaq deyilgan: "Men sizlarning Yang Zhangzhong bilan Shamaxstvanga sodiq bo'lish bediliga 12 tog'ni o'zinglar so'rashinglarga kepillik qilaman. Ammo Temurning ilib olgan o'xshash kishilari hayot turadigan bo'lsa, sizlarga tinchlik bo'lmaydi. Shu vajdan ilib olgan boshliq tövanda ismi yozilgan kishilarni darhol tutib kelinglar. Ondan shaharga mangdiringlar. Temurning tuxumini qurtitish uchun uning erkak avlodidan hech kimni tirik qoldirmanglar. Xotin qizlarini darhol shaharga avatib beringlar. Bu Yang Zhangzhong janoblarining buyrug'i." Li Shufu bu xatni o'zining hiliqi yosh mahrimidan chiqarmoqchi bo'lib, uningga mushu ishlarning qanday o'rindalganligini o'z ko'zi bilan ko'rib kelishni topshirdi. Yosh mahram Wang ordusidan biror to'ngchining hamroh bo'lib chiqishini o'tindi. Shuningga binoan ordudan Qosim to'ngchi uningga hamroh bo'lib mangdi. Bu mahram Li Shufu bilan qo'rayda turgan mazgillarida Bositni yaxshi ko'rib qolgan edi. Bositni har ko'rganida Urumchida qolgan homildor ayolining Bositga o'xshash bir o'g'il tug'ib berishini Xudodan tilaydi. Bo'libmi, Bositning yiliqi bir tal chechi uning ko'ziga bakmi yaqinlik ko'rinadi. "Mana endi shu kichikgina Bositmi cho'nglar qatorida bo'g'izlanib tashlangan bo'ldi. Qanday qilish kerak? Sizning qancha bolangiz bor?" dedi mahram Qosim to'ngchiga yo'lda ketib o'tib. Qosim to'ngchi egarga qing'iri o'ltirib olib 4 bolalik bo'lganligini, lekin birarining turmaganligini. Buning uchun xayr sariqa berib, mazar mashayiqlardan jiq tiligan bo'lsa-mu, hech qanday natija chiqmaganligini aytib, "Hay, bu olamda farzandsiz o'tadigan o'xshayman" deb ko'nglini yerim qildi. Mahram birdam o'ylangandan keyin, "Xudo yo'lida biror savobli ish qilsangiz, murodingiz hosil bo'lib qolar." Qosim to'ngchi agar buningdan keyin farzandlik bo'lib avlodi qoladiganlar bo'lsa, har qanday ishni qilishga tayyor ekanligini aytdi. "Men bir gap aytsam, sir saqlashga qasam ichalamsiz?" "Farzand to'g'riliqmi?" "Ha, farzand to'g'riliq." Qosim to'ngchi cho'qim sir saqlashga qasam ichdi. Mahram Temur xalqining Bosit degan norasida bolasini o'limdan qutqizib qilish niyatini aytib, "Buningdan ortiq savob ish bo'lmaydi. Men berib, Bositning opsiga aytib qo'yay desam, til bilmaydi ekanman." Qosim to'ngchi bu ishni qilishga va'da berdi. Ular qo'rayga kelganda vaqtga yarasha qora bo'siq bilan Saypong to'xti qo'roning ustungi tarafidagi Qizilyar degan mahallaga ketgan ekan. Qosim to'ngchi Temur xalqining uyiga kirdi. Zo'rxon ayla kichkina Bositni bag'riga besib yig'lab o'ltirdi. U o'rda kishilar qiyofatidagi to'ngchini ko'rib qo'rqib ketdi. Qosim to'ngchi eshikni yopdi-da, Zo'rxon aylaga mundaq dedi: "Qo'rqmasizlar.
Men o'zlarga yo'chung bir gapni aytib qo'yg'ili keldim. Xalpamning birla o'g'li bor deb anglayman. Ha, mushu oxun bolam shu o'xshaydi. O'zlar yig'ini qo'yib, chaqqan bu bolani ko'zdan neri qilsalar. Bo'lmasa, bu narasididanmi ayrilib qoldilar. Men Xudodan qo'rqib, o'zlarga bu gapni deb qo'ydim. Eg'izlardan chiqib kelsa, meningmi beshim ketadi. Qosim Tungchi uydan chiqib ketib o'tib, O'ldan bo'lsinlarchimi? Zo'rixon aylig'a g'iza tomoq aykilayotgan Husnarxon bu notonish odamni ko'rib qattiq tegdi va o'ltirib kirib ahvolni so'radi. Zo'rixon ayla xuddi behush odamdek birdan jim o'ltirdi-da, Husnarxonning tuzig'i beshini qo'yib yig'lashga boshladi va ahvolni tushuntirdi. Husnarxonmi ko'z yoshi qildi. Andin ishkaylan basitni qandoq qilish to'g'risida maslahatlashib, oxiri Nerin kiraga, ya'ni Saparqul bilan Oyqizning yeniga opirib etish qaroriga keldi. Shu oqshimi Ali yotar chaqda Husnarxon bilan Sharulla bovining navrisi 13 yoshli Kali kichkina basitni elib Nerin kir tarafga otlandi. Bu kunlarda Ravixon mo'mayma olamdan o'tib, Saparqul o'zining kelini Oyqiz va navrisi Armonbek bilan yolg'iz qolgan edi. Husnarxondan ahvolni anglab, Zo'rixonga deb qo'ysalar, hargiz g'am yemisin. Kelin bolam bilan ishkimizning beshi omon bo'lsa, Temir xalqining tuxumini ular qurtirtalmaydi. Husnarxonlar ketishga oldiradi. Saparqul uningga qarab, ko'ngli qari bo'lsoq, nega bording desa, nima derlar? Aqtashdagi tuqqanlarni yo'qlab keldim daman. Yomoni kelsa, bir ishga qancha yaman. Husnarxonlar ketgandan keyin Saparqul Oyqizga mundoq dedi. Oltin qizim, endi bu yurtda turg'uchiligimiz qolmadi. O'zlar rozi bo'lsalar, qalmoq yurtiga ketaylikmikin. Men yo'lni obdan bilaman. Oyqiz qumul tavasida turishning intayin xavfli ekanligini tushunib, bu yerdan ketishga darhol qo'shildi. Ammo tashqi Mo'ng'ulga ketguncha biz tarafga ketsak yaxshi bo'lmamdi. Endi bizga mening elim asqatadi. Saparqul bir chaqlada Oyqizning beshiga kelgan qor kunlarini solgan yiliqi o'kirdayni yodiga keltirib, agar ular tunib qolsa qanday qilamiz? Alning kuchi ekan. Xudo buyrug'ini ko'ramiz. 2 kundan keyin ular bas bilan amdili 6 oylik bo'lgan Armonbekni elib, bir tuga 2 ot bilan yo'lga chiqdi. Qari yil bizmi Oyqizning ko'ran qashqisidan qolmay bingoqlab yo'lga tushdi. Qari bo'siqlari Qizil Yardan qaytib kelganda, Mahram bilan Qosim Tungchi ularni 2 kundan buyon saqlab turganligini aytib, Lishufuning yilqi xitini topshirdi. Qari bo'siq xatning mazmunidan voqif bo'lgach, endi 12 tog' o'ngchisiga menga qoladigan bo'ldi, deb o'ylab, darhol ishga kirishmoqchi bo'ldi. Saypung to'xta bo'lsa, mening Temirni o'ltirmoqchi bo'lganligim lidarim bilan Chingan xo'jamga ma'lum. Undaq bo'lgandan keyin menga texmo cho'ngroq mansab bera, deb terisiga patmay qoldi-da, qori bo'siqqa yordamlashib, elib olgan boshliq kishilarni shu ketsalar o'g'irliqcha tutqun qilib, tong bilan tang shaharga mangdurdi. Andin qori bo'siq bilan ikkisi Zo'rixon oilani o'g'lim qani deb qiynashga boshladi. Zo'rixon oila bir necha qaytim hushidan ketguncha, mening birmi o'g'lim turmagan, 2 narasida qizimdan bo'lak bolam yo'q, deb turaverdi. Vaqtga yarasha xaloyiq ichidan o'nlagan kishilar Temir xalqining o'g'li turmaganligiga guvohlik berib, "Hey, yo'q o'g'ilni bar qilishga nimancha kuchab ketsalar?" deb turib olgandan keyin Zo'rixon oila bilan 2 narasida qizini ko'tak horboga o'ltirg'izib, o'zlari yiliqi Qosim Tungchilar bilan birga shaharga qarab otlandi. Ular o'zlaricha Lishufu bilan Shamaqsutni ziyorat qilmoqchi bo'lishdi. Va yana qandoq topshiriqlar bor ekan demoqchi edi. Lishufu qari bo'siq bilan Saypong to'xtining o'z oyog'i bilan kelganligini anglab xushal bo'ldi-da, kechlik ziyofatga chaqirdi va ziyofat davomida 12 tog' bo'yicha Temir xalqiga ixlos bog'lagan yana kimlarning borligini birma-bir so'rab yezib oldi.
Bu ziyofat qora bo'siq bilan Saypong to'xtining put qo'llariga kishan zanjiri tushish bilan oyoqlashdi. 2 kundan keyin ili polgonlar bilan tangla bu ikkilarningmi beshi tenidan judo qilindi. Qo'llari orqasiga bog'langan qora bo'siq, qora dastasiga qizil shalpar o'ralgan jallod qilichi o'zining beshida o'ynab turgan minutlarda dunyoning nima ekanligini tushunib qoldi. "Bosni sen qachiribsan?" deb xotini Husnarxonning beqinlariga tepib 3 oylik bolasini bo'yidan ajratib etganiga pushaymon edi. Shu kundan boshlab biror oy ichida kichkina Qumul diyorida necha o'nlagan boshlar kesilib, yuzlagan jonlar tirik ko'mildi. Bir necha 100 kishi nomg'a polinib, yurtning ustini hech qachon ko'rilib boqmagan ig'ir musibat bulutlari qoplab ketdi. Biroq bu qora bulutlar texmi qattiq bir guldir momining boshlanishidan derak berib turadi. Xotima. Daraxtlar qurimas, tushsimi yaproq. Dunyoning kelgusi o'tmishdan ko'proq. G'afur G'olam. Darvaqa 18 yildan keyin, ya'ni 1931-yili ahtiyosda Qumul tog'larida yana qattiq guldirmomi boshlanib, hoy-to'y deguncha butun Qumul osmonini g'azab chaqmoqlari qoplab ketdi. Shamaq Sutvang bu g'azab chaqmoqlarida kuyib ketguncha o'z izzatim bilan ketib olay deganda qilib 3 yil burun, ya'ni 1928-yili 10-may kuni 81 yoshida u dunyoga ketib oldi. Arqadalla shu yili 7-iyul kuni Yang Jangjungning yaqinlari uni bir tal o'q bilan yo'lga selib qo'ydi. Endi uning hayvatlik Jangjung yomuli bilan 4 burjaklik yo'g'on tomg'asi Gansuluk Jinshurin degan uzun tura qoqirib bo'yinga qilib qoldi. Yang Jangjung tikanlik qo'liga yumshoq palay kiyib, tukini yetishiga silash bilan xalqni papilab allay etgan bo'lsa, bu uzun tura qoqir bo'yin kirp palay bilan tukni ta'tiriga silab, oram turgan elning ochchig'ini keltirib qo'ydi. Arslan hurkirab tashladi. Bu g'azablik nida ana shu guldirmomi edi. Uning hayvatlik ovozi Xinjiangning hamma yeriga anglanib, hamma yerdan aks sadolar yangrab, yer jahon titrab ketdi. Alahzada bo'lib ketgan uzun tura Jinshurinning Qumul diyorini qonga potirib etish uchun qo'llangan hamma vositalari, hatto Yaponiya quruqliq armiya maktabida ta'lim olgan harbiy mutaxassis Shingsei qo'mondonligida to'p zambarak, Bronevik, aeroplan bilan qurollangan va tarkibiy qismida Birinchi jahon urushiga qatnashgan oq o'ris soldatlari bo'lgan qudratli qo'shinmi qarg'i kelmadi. Shingsei xuddi taqqa tumshqini urib olgan yovu cho'shqidek parishon holda Urumchiga qochdi. Bir chaqlada Temir xalpa o'z dindoshlarining Qur'on tutib ishgan qasamlarga ishinib ketganda, peshini qiqib chiqib ketgan yiliqi Xo'janiyaz Polgon degan yigit shu ketganicha kun pechishga mengay verib, Ili tog'lar bilan Qozog'iston dalillarida bir qancha yil o'lab yurdi va oxir Yiroq Arabistongacha berib haj qilib keldi. Endi ingaklarini qo'yib qora soqol bosgan, qapqara qo'y ko'zlari xuddi burkutning ko'zidek o'tkir qaraydigan musha odam bu qitimqi guldirmomining bayroqdori bo'lib qolgan edi. 1933-yili kirgan kunlarning birida tulki quloqchisini cho'kirib kiyib olgan bu odam bir necha ming kishilik qo'shin bilan Urumchi cheriklarini qo'g'lab Mori dalillarga kirib keldi. U miltiq ovozdan quloqlari salbiyib ketgan yo'g'on to'riq etining ustida o'tirib, hamma atrofga tekshi qarab mang'atdi. Birdala tog' bag'ridan o'tin yudib kelayotgan bir kishiga ko'z tushib qoldi. Yog'oq juvisining ustidan qil org'amchi bilan belini bog'lab olgan bu qaddi qomatlik qora soqol kishining so'l puti xaylida oqsaydi. U qorliq dalida cho'nqur izlarni qoldirib o'tayotgan otli qo'shinning kiyim-kechigi, chiroy shakli bo'libmi, do'shanqiliq miltiqlarga qarab hayron bo'lgandek yo'lning chetida
jim turadi. Xo'janiyaz hoji uning udulg'a kelganda salpon quloq etining tizginini tortdi-da, uningga diqqat bilan qarashga boshladi. Oqsoq o'tinchimi ko'zlarini yo'g'on ichib hojiga qarab qoldi. Hojining yuragi nemishqidir qattiq so'qishga boshladi va ixtiyorsiz holda "Ha? Men seni to'navatıman-ku. Sen deb tashladi. Oqsoq o'tinchi hojining ovozini anglash bilan dumbisidagi o'tinni tashlab, "Aka! Men degenicha uning oldiga oqsoqlab yugurdi. Bu yiliqi ulan o'su jilg'isidagi dahshatli qirg'inning birdan-bir tirik qolgan shohidi Ansari edi. Hayajondan titrab ketayotgan qo'llarining bir-birini qattiq qisishlari, yenib quchoqlashishlar, ko'z yoshlari bilan namlashib ketgan mag'izlarning bir-biriga cho'plashib ketishlari qarab turgan yigitlarni hayron qoldirdi. Yarim soatdan keyin yo'l ustiga joylashgan mahallaning chetidagi kichkina tom uyda Tömür xalpi yig'ilqida hayot qolgan bu ikki saptosh o'zlarining 20 yillik sarguzashtlarini hikoya qilishib o'tirdi. Shu kundan boshlab Ansari yana qo'liga qurol ilib sapga qo'shildi. Borandek uchqur jang to'lpirig'i minib, jo'ng'ar o'ymonligi bilan tarim bo'ylarida cho'nqur izlarni qoldirib, pamir etaklargacha qilich o'ynatib bordi. Bu chaqlarda yiliqi uzun turan Jinshurin Sovet ittifoqining zemini orqali allaqachon Tianjinga qochib ketgan va uning o'rniga so'rinchiray, bo'ri ko'z bir odam o'ltirib olgan edi. Bu o'zini Shingduban deb atab 10 yillik hukmronlik davrida daryo qonlarini oqqizgan jallod Shingsay edi. Biroq u kunlarda bu yangi mustabidning beshida Xo'janiyaz hoji bilan Majungyingning qilichi o'ynab turadi. U o'z beshidagi bu ikki xavfdan tez qutulish uchun Yapon samuraylaridan o'rgangan jodugarlik nayrangi bilan shundoq chiroyli bir ton tikib kiyib oldiki, bu tonning ilg'orliq gullari xuddi oltin beliqning tangillaridek parqarab, hatto Stalindek mashhur arbobning ko'zini qamashtirib o'tdi-da, uni Majungyingning changalidan qutqizib oldi. Sovet diplomatlari darhol ishga tushib, Shingsay bilan Xo'janiyaz hojini do'stlashtirib qo'ydi va Xo'janiyaz hoji shu chaqda qurilgan Xinjiang o'lgulik hukumatining muavin raisi deb e'lon qilindi. Bu Xinjiang zeminida 1884-yili o'lka tuzumi yo'lga qo'yilib, to'p-to'g'ri yarim asr o'tgandan keyin Uyg'urlarga tunji qitim muavin raislik tekkan kun edi. Bu kunlarda Xo'janiyaz hoji Oqsuda edi. Sovet konsuli Oqsuga berib, uni tabrikladi va Urumchiga berishga taklif qildi. Hoji Tömür xalpi fojiasini esidan chiqarmag'achqa xeyli uzungacha orsaldilikda turdi-yu, oxiri Hanzu, Uyg'ur, rus tillarida putilgan tantanali kapolat shartnomasini ko'rib, 1934-yil avgustning o'ttirlarida avtomobil bilan Oqsudan Urumchiga mangdi. Avtomobillar to'qsonda to'xtagan kuni Ansari Xo'janiyaz hojining yiniga kirib, "Xo'sh, hoji aka, o'zla Xudoyimga omonat. Ha? Men bilan Urumchiga bilib olmamsan. Men yurtga ketib olay. Urumchini to'liq ko'rgan. Endi bormayman. Qo'y bu gapingni. Men bilan bilib borsan." "Yo'q, bormayman. Tömür akamlarning qon aralash ko'z yoshlari bilan zaylashib yotgan qabrisini ko'rmaginim tuzuk." Xo'janiyaz hojining yuragi jig'g'idi qilib ketdi. Uning kang qosqonliq harbiy shakkisi bilan texmi salobati ko'ringan chiroyida tushuniksiz bir o'zgarish namoyon bo'ldi. U yoqsiga general-mayorlik oltin chan qadalgan Nosrang Nebis Sheris harbiy formasi ustidan bog'lab olgan yaltiroq tasma kamarni tutgan peti jim o'ltirib qoldi. Birdamlik jimjitlikdan keyin mundaq dedi: "Undaq bo'lmag'ur xiyollarni qilma. O'tib ketgan ishlar. Shingduban bilan aramizda to'xtam tutilganligini bilasan-ku. Bu to'xtamga cho'ng bir davlat kepilib olgan.
Hacı aka, ben Aqsu'daki çığımızda eğittim bu. Bu toxtam, Allah'ın kalamı boğan Kur'an Kerim'di mi ulug mu? Endi bo'ldi. O'zlar beriversizlar. Men yurtimni tepib olay. Xo'janiyaz hoji yana ichini tig'shab qoldi. Shu arada konsul Afresov boshliq arboblari kirib, mashinalarning tayyor bo'lganligini aytdi. Ansari changto'zonlar ichida Urumchi tarafga ketayotgan mashinalarning orqasidan uzoqgacha qarab turdi. Atsala bir savdo karvoniga qo'shilib Qumulga ketdi. Aniq ma'lumotlarga qaraganda, u Idir degan tog'da 60-yillarning oxirigacha yashab, olamdan o'tgan. 1937-yili kuzda Sovet ittifoqi hukumati Xo'janiyaz hojini ulug' Oktyabr inqilobining 20 yilligini tabriklash murosimiga qatnashishga taklif qildi. U yo'lga chiqishga jiddiy tayyorlik ko'rayotganda birdala Temir xalpi fojiasi yana yuz berdi. Tilda yozilgan yiliqi mashhur shartnoma yirtib tashlanib, qo'shni ellargacha donqi ketgan Xo'janiyaz hoji shu yili 12-oktyabr kuni cho'ng siyosiy mahbus sifatida qo'lga ilindi. U turmaga tashlanib bir hafta o'tganda o'zi bilan ko'rishgili kirgan bosh mahrimi Ziyovuddin Oxun orqali konsul Afresovga "Men konsul janoblarining so'zi bilan kapolatga ishinib Urumchiga kelgan edim. Endi bu men bo'g'ini" deb aytqizibdi. Konsul Afresov Ziyovuddin Oxunga "Bu ishdan xabarimiz yo'qkan, surishtirib ko'raylik" dedi-yu, 2 kundan keyin bu arbobmu yo'tkilib ketdi. Hoji o'zi bilan tang qo'lga ilingan bir necha yuz siyosiy mahbus qatorida tushigimi kirib boqmagan jinoyatlari uchun so'roqqa tortilib, qorong'u kamerada oylar va yillarni hasratda o'tkazibdi. Yapon samuraylarining qo'lida fashizm tarbiyasini ko'rgan Shinsey amdi Xo'janiyaz hojini Yapon ishpiyoni deb qiyin qistoqqa ilib-o'tdi. 1939-yilning kuz kunlarida Xo'janiyaz hojiga bir egi chiqdi. Oddiy suknidan shim-pashmat kiygan bug'doy o'nglik bir kishi tafakkur ushqunlari yenib turgan xayolchan ko'zlarini bir nuqtaga tikib, Shinseyning kang yo'riq qabulxonasida qo'llarini shiltib-shiltib so'zlab o'tirdi. O'zini yumshoq divoniga tashlab o'tirgan Shinseyning bo'ri ko'zlari uningga dahshat bilan qadalib turadi. "Men 8-armiyaning Xinjiangda turishliq ish bajarish o'rni va shaxsan yo'lda Chintanchiyuning nomidan shuni jakarlaymanki, biz feodallik eksploatatsiyaga va yerlik militarislarning jabr zulmlariga qarshi ko'tarilgan dehqonlar qo'zg'olonining yo'lboshchisi Xo'janiyaz hojiga nisbatan mundaq yo'lsizlik qilinishiga chidab tura olmaymiz. Xo'janiyaz hojiga qilinayotgan adolatsizlik Xinjiangdagi har millat xalqining orzu umidlariga xilof. Bu dehqonlar qo'zg'olon qilingan ig'vogarchilik. Bu bizning sizga 3-qitim bildirgan noroziligimiz. Bu masalaga salma qarshingiz lozim." Bu gaplarni qilayotgan kishi inqilobiy qurbon Lin Jidu edi. Shinsey rangi o'ngan holda o'rnidan turdi-da, kulrang ko'virkotdan tikilgan galabi shimining yonchuqlariga qo'llarini silib, esil xotin gelimi ustida uyon-buyon mengishqa boshladi. Bir hozirdan keyin qo'yuq burutini silab qo'yib, "Konkret ahvolni sizlarga har qitim aytib keldim. Shundoq bo'lsa-mu, yana tekshirib ko'ray" deb gapni o'zgartirdi. 1942-yili 1-sentabr kuni Urumchi osmonida Amerikada yasalgan cho'ng bir aeroplanning motorlari ko'rkarib qoldi. Shinsey o'zining xotini Chu Yufang va boshqa yaqin arboblar bilan aerodromga chiqib, g'alati bir mehmonni kutib oldi. Bu mehmon nihoyatda puzur kiyingan zilvu bo'yliq chiroyli bir xonim edi. U ap-aq yipak palay solgan qo'lini Shinseyga ustib o'tib, uningga ajoyib bir noz karashma bilan kulib qo'ydi. Shinsey ishki pukilib, ta'zim bajo keltirgach, uni Sovet ittifoqida ishlangan zil markali uzun qora pikapga taklif qildi. Bu xonim Jiang Jishining xotini Sung Meiling edi.
bir necha kundan keyin 1942 yil sentyabrning o'ttirlarida Chin Tanjiu, Mao Zemin, Lin Jilu va Du Chungyan qatorliq arboblar qo'lga ilinib, qorong'u kameraga tashlandi. Xinjiangda turishliq Sovet kishilari chegaradan qo'g'lab chiqarildi. Әмді жаллат шыңсай ilg'orliq gullari oltin beliqning tangillaridek parqirab, kishilarning ko'zini qamashtirib o'tgan yiliqi chiroyli tonini selib o'tib, o'zining olvosili qiyofatini oshkoralashga boshlagan edi. Oradan bir yil o'tib, ya'ni 1943 yil sentyabrida Chin Tanjiu boshliq inqilobiy qurbonlar bu jallatning qonliq changilida halok bo'ldi. Xo'janiyaz hojini bo'lsa, buningdan bir yil burun bo'g'ib o'ldirgan edi. 1944 yil yoz beshi. O'rkashlab eqiyotgan Ili daryosi bo'yida gullik qari yeshil duhovi do'ppa, qari ko'k bostondan tikilgan yoziq shim kostyum kiygan qo'yiq burutliq, xushbichim bir kishi ishki yigitni qo'ltiqlab olib, salmoq qadamlar bilan qiziq paranglashib kelyotdi. Bu Ahmadjon Qosimi edi. O'ng tarafdagisi sal paqarroq kelgan, bug'doy o'nglik, ko'zlari kulib turadigan yigit bo'lib, u ochiq atran ko'rkotdan yoziq shim kostyum kiyib olgan edi. Uning qop-qora sochlari quyosh nurida qunduzdek parqirab turardi. Bu Abdukerim Abbasov edi. Sol tarafdagisi qizil yuzlik, silva bo'yliq bir ofitser bo'lib, uning maydasidagi orden medallari bilan nurisidagi pagollari ko'zni qamashtirib turardi. Bu Sopaxun polkovnik edi. Shunda qilib, Temir xalqining o'g'li Hilmi hayot ekandan, dedi Ahmadjon Qosimi Sopaxunga muloyim qarab. Siz uni o'zingizmi ko'rganmi? Men ko'rmagan. Xo'janiyaz hojining inqilobidan keyin dadam ko'rib ekan. Dadangiz So'raxun aka Temir xalqini ko'rgan bo'lg'aymidi? Shundaq. Dadam rahmatli yosh chog'larida Temir xalqining yigitlari orasida bo'lganligini bizga hikoya qilib beradi. Siz nima degan baxtli odam. Dadangiz Temir xalqining qo'zg'oloniga qatnashib ekan. O'zingiz bo'lsangiz Xo'janiyaz hojini ko'rib ekansiz. Endi shularning izini besib, har millat xalqining Gomindan aksiyachilariga qarshi milliy ozodlik ko'rishigimi bir kishilik hassa qo'shib, hammaga to'nildingiz. Sizni yana bir qitim tabriklasak bo'ladi ekan. Ammo So'raxun akaning aytib berganlari bo'yicha Temir xalqining qiyofatini bizga tasvirlab berishingiz kerak. Abbasov rassom yo'ldoshlarni yig'ib berdi. Ular hech bo'lmaganda Temir xalqining taxminiy surtini bo'lsa-mu sizib chiqa oladi. Qanday deysiz, ha? Afsuski, men yozuvchi emasman. Miltiq etish, ot ustida qilich yepishdan bo'lak hech ishni bilmayman. Hey, qo'mil naqshlarini aytib, usulni qaltis o'ynaysiz-ku, deb chaqchaq qildi Abbasov. Andin So'paxun mundaq dedi. Agar apandim bilan Abbasovning vaqti bo'lsa, men bir kuni Komzuvot Amonqulov Armonbekni boshlab kelay. O Temir xalqining o'g'li Bast bilan bir uyda cho'ng bo'lgan. Bastning chiroy shaklini albatta to'liq tasvirlab bera oladi. Dadamning aytishicha, Bast dadasiga quyib qo'ygandek o'xshaydi ekan. Ansa, atili bizni Armonbek bilan uchrashtiring. Qozoq onadan tug'ilib, uning oq suti bilan o'sgan bu yigitning o'z og'zidan gap anglayli. Bu yaxshi maslahat bo'ldi. Hayotin Sopaxun polkovnik hikoya qilib bergan heliqi safar qo'l degan rahmatlik bo'voy yoki Armonbekning opsi oy qiz hayot bo'lgan bo'lsa, bizga Temir xalqa va uning sabdoshlari haqida texmi ko'p narsalarni aytib bergan bo'ladi. Temir xalqining surtini sizishmo tas bo'lmaydi. Xayr. Ularmo qor yillarning so'g'uq qo'ynida hasrat bilan olamdan o'tibdi. Ammo Qumulda Temir xalqlarni ko'rgan bo'voy mo'maylar albatta ko'p tepilar. Ezilgan Qumul xalqining ozodlik kunlarimi yaqinlashib qoldi. Temir xalqining parlaq obrazi
Qumul xalqining qalbida kundek ro'shan saqlanib turganligi tabiiy. O chaqda temir xalqining suritinla emas, besib o'tgan izlarini abadiy ko'milmas qilib avlodlarga qoldirg'ili bo'ladi. Bu keyingilar uchun cho'nqir tarixiy saboq bo'ladi. Shundoq deb tasdiqladi Ahmadjon Qosimi. Ikki yondagi hamrohlarini Nurisiddin mahkam quchoqlab. Tanglik, erkinlik va xalqi insoniy turmush yaratish yo'lida kurash qilgan xalq qahramonlarining izlari hech qachon ko'milmaydi. Bu ko'milmas izlarni bizga qoldirgan xalq tarixini hech kim uzib o'tolmaydi. Xuddi oldimizda o'rkashlab eqiyotgan Ili daryosining suyini qilich bilan ikki bo'lak qilib uzib o'tish hargiz mumkin bo'lmaganga o'xshash. 1984-yil sentabr. Urumchi. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yazgıcı Abdurrahim Ötkür'nün Öz namlıq tarihi romanı muş yerde ahırlaştı. Bugünkü programımızın diktorları Dülnigar Hasan, Salihcan Rozi Hacı, Ağız Teknikler Polat Tursun, Tahir Yasin, Mas'ul Muharrir İlham Mahmud, Abdursul Abdurrahim, Baş nazaretçi Gülbahar Hopur. Bugünkü edebi anlatış programımız muş yerde ahırlaştı. Ertedeki programımızı görüşkice aman bulgaysılar. Hayır hoş.